Xudo xolasa Pro'dani ko'rib turganlaringiz üledim. Başka iştekilleri ko'rib so'rag'i ülendi. Ağzın birlerini azına şuda bu pariyatga bo'lsin deb. Yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Men постоянно shunday etib razmatad, o'raymandan doğrusu birsini uzun, birsini kalta. Yani ko'p odam Pro'dani imdat 40 adinayni. Men buni 40 olib tashladim, gördingizlar. Keyin o'shadan Archide'dan ikkisini, ya'ni yaqin bo'lib qoladi. Keyin zamkaniya etmaslik uchun oddiy izolenta bilan o'rash kerak. Yo'q, просто birsini uzun, birsini kaltatish kerak. Ya'ni bunday где-то ayna ko'rib turganlaringiz. Beda 1 o'ralgan, beda 2, beda 3. Получается, hozir men полный imdat o'rab kelamandan to'g'ri o'tib ketaveraman. Oddiy o'ramayman. Nima uchun? Zamkaniya bermaydi. Bir-birsine aralığı где-то 2 barmoq bor. Yana birsi-birsine deyip zamkaniya qilmaydi. Hozir xudo xolasa bu yonaga ketgan chasti. Bedayna miya daf turtdi bu, kalladim ağrıdı. Doğrusu. Beda 1, 2, 3, 4'sini almıştırdım. 5'lenci kaldı. Bundan bir tane kaldı. Yine bir ştekkerden birden dana Pro'da gelgen 4. Yine şunda yine 5 kaldı almışma. Paşt hemmesini almıştık ki atırma. Götür onlar diye atına çalada kansa yine. Yine bir yanından pini iyi. Yine uculluku. Yine bir de yaptı köneleri. Ne oldu? Ne dedi? Bir adjacı bir kofi içeden yerine geldi bu. Bu anısı. Shunda da vaziyat kerak. Birini kalta, birini uzun. Shunda yana aytib o'taman, zamkaniya bermaydi, ishlaringiz tez bitadi. Shik o'rab kelasizlar, izolentani zavod bo'ladi. O'ralgan holatini ham qo'yib beraman so'nggi videolarda.